Abdukerim abimizning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi Dastondan izinde. Qani, hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizona Qashqarning To'man daryo bo'yida Ko'zchi Yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jonbaz Hoshim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Va jonliq ish harakatlari bilan qarxo'r amaldorlar, tiriktob boylar va mushtumzo'r to'ri baglarning admini berib, ularning ko'ziga mix bo'lib qadaldi. To'rt darvozaning ichi va teshidagi g'arib qo'rva, yetim yesir va ezilgan xalq uni o'ziga oshni bildi. Uning nomi har tarafga tarilib Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldi. O'sarxon! Qarisizlar? Ha, mana. Qapimay achirgan ag'ach kesib bo'pti-ku. Chavat terib kelib bir choy qaynatay. Bo'ldi, qapoq ustini ishlamag'ayli. Ishga qaralishga berib olsa bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Keslar o'tasizlar. Bugün bu yerda otni petib qoladi deb faqat o'ylamabdimi? Sizlardan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, otni tortib hargiz chiqarolmaydi. Safar deganda bunchalik peshkalchilik bo'lib turdi. Aras. 5 grammlik suqonlarni so'salam ilib olgansizlar? Ha, ilib oldim. Sizlar Uchturpanda tug'ilgan. Qaynatam Kenjaxun taqchi 5 grammlik tug'ilgan. Shunga 5 gramm tuqqanlarjiq. Biz shaya ko'ribla onam bilan enim Mehmatxonni ilib yo'qlab kelmasak sa'at turdi axsham. Ma'qul. Qo'saqlarimi ochqanda, men xo'jindan azroq non bilan talqon etgilay. Bo'ldi. Birdan aramayli olib buni o'rnatga boramiz. Choyni bir dangush kelishamiz, ha? Ma'qul. Sizlar odatda bak xushxuy odamdilar. Lekin bugun atgandan beri toza kayfiyatlari yaxshi emasdek ko'rdim. Mijozlar yo'qmi nima? Ha, yo'qay, bir hafta tamomda mana. Ammo mendan ranjib qoldimmi ya? Sizlar ortiq o'ylab ketibsizlar, xotin. Kechidan sal tushunbizlik qopti. Shunga nemichqidir ko'nglimga bir g'ash kirib oldi. Qarisib qolgan o'xshamamdi. Qarisib qolganda qiladi. Tushimda tenim bilan beshim ayrim holat tutug'idek. Xudo o'zi omon qilsin. Biroz oyil uchirsa, sadiq berasdek bo'pti-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlikdan turiblar. Sizlar. Alaykum assalom. Voy! Bu Cho'ljazirga o'zir yolg'iz chiqib qoldi bu. Uyim o'sha tarafda. Tuzchilik bilan jahondochilik qilaman. Tuz ko'lig'ida chiqib edim. Yiroqdan qaranglarni ko'rib, salomlashib o'tay deb kelishyapman. Rahmat. Xo'sh. Sapringlar qayoqqa bolarim? Uchturpandan Qashqarga ketyapmiz. Bir tijorat bilanmi yoki? Yo'qay. Bir necha yildan beri Rus ellarda sayli sayat o'tdim. Xo'sh. Undan keyin Uchturpanda bir mezgil turib qoldim. Ondan to'y qildim. Shunga jahonning aldirashligini tashlab, Qashqardagi onamni, enim Mehmatxonni, ham al-og'ini do'st birodarlarimni yo'qlagach, yurtim Qashqarga ketyapman. Qo'ymi qutlug' safarga otilibsizlar bolalarim. Hoy. Shunda qarasam, chehringizdan nur, bo'y bastingizdan palvonlar xos salopatni ko'ryapman. Ism sharfingiz nima ekan? Ismim Sitaxon. Qashqarlik Sitaxon. Mening ko'z oldimdagi bu yigit yavaşta ani tapmay, yamonning paylidan yanmay, xalqning qayoshi bo'lgan davrimizga mashhur yigoni palvon
Sitgangung emas to. Ha, yaqa, sal aşırı betle. İş kılıp hatalaşmagan deme. Ha? To'g'ri topdilar bova. Yo'ldishim darsini gapini qilayotgan Sitgangung bo'ldi. Xotin, Barakallah. Barakallah oğlum. Xudo ömürlerini ziyade kıysın. Nam şereflerini köp anlıqaldım. Bugün öz gözüm bilen görüşkü müyesser boptu ben. Ha yürünglar. Ha uyum yürek emez. Sildek bir palvanın kadim yetken bu cayını uluqlap bir koyunun kallısını dikisey. Yürünglar bana. rahmat bova. Biz ixtiyoran mangan bolsak. Kızım. Dur. Rahmat bova. Bolsa ko'ngillarni qo'bliqsak bo'ladi. Yanımda Üçtürpan ambulının Qashqa tetiği gizbergen ciddi bir ma'lumoti bo'lg'achqa ko'p ayol bo'lsam hukumat ishiga ta'sir etkazgan bo'lib qolaman. Uning ustiga yo'lda u maktubni yo'qotib qo'yib, ko'p ayol bo'lib ketdik. Yana kelib, ot ketib kelib, ko'p jafo tortib ketdik bova. Yaxshi ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Alloh nasib qilsa, yana bir qitimliq safarimizni ko'rishamiz bova. Rahmat. At betip kaldı, mektup yitip gitti dedisiler. Balam, bu könglimden bir guman geçti. Nima gumon? Hali aqsilni yaxshi ko'radi. Lekin ambal hujamlarning silni yaxshi ko'rib bitishiga toza ishonmayman. Uning ustiga maktubning yo'qolib ketishi bir bishoratmi qandaq? Bunda odamni qo'rqatmi silchu bova. Uning ustiga bu odam kechirin bir yomon tush ko'rib qoldim deb ko'nglimni g'ash qilib qo'ydi. İşkanlar artık gumanlık git barısla. Ben Üçtürpan ambuli bilen Kur'an tutup el ağını olan dostlardı olumuz. Sizlerin bu gumanınla yaxşılar kılan töhmetin başka narsa emas. Balam, adamның içinde adam var. Başkaları ziyade işinip getiş, insanı məğlubiyetki başlaydı. Ben silidin ensirep, siligi yaxşı bolsun dep şundak davatime balam. Demesim o ambaldarın alırdı vay diyen bilen köynelerden silge adavet yüreğimdi ki dep oylayman. Çünkü sili ne çıkıtım ambaldarıla çıkan epiyinxana, kımaxallarını urup çıkıp ularına silini tutkul kelgen çiriklerinin edibini verip tas kaldılar çoğu kapılık dergili. Balam, mektubning mazmundan xabardor misiz? Mektupta benim Üçtürpan'daki meşgalılık vazifemni Qashqarga ötkeptimiz. Onundan başka yana hükümet işine dair muhim mezmunlar varmış. Ambal hocamlarının tili bilen dili birdek bolmuşçu. Şan şöhret, mal dünya tepilidir. Vicdan azabı insanı kıynaydı o balam. Sizler tekçi gumanlı otamdılar. Balam, en yaxşı mektubunu içip karab bakaldır tüzük. Navadı mektupta xalqqa ziyan silish to'g'riliq bir animil yazılgan bo'lsa, ah ko'ngil xalqning vabalık qanmamdılar oğlum. Amanetki hıyanet namert işidir. Falaketinin amırgı kokkan kişidir. Hayatımda namertlik kıgan emesmen. Canlı altın kümüşke satkan emesmen. Kelse ecel navada canlı aladır. Sula kitip asıda taşla kaladır. Kaşkarımda yaren köp, yalğız emesmen. Kim kısa yamallık, Adem demesmen. Balam. Boptu. Niyetiniz mertlik, sadakat bilen. Amin. Sizge ak yol bolsun. Xeyim xatar, yaman söz. Qarı külle sizlerden yirak dursun balam. Allahu Ekber. Rahmet. Sana aman bosla baba. Aman bolsula balam. Sitaxon.
Teytey canablariga ma'lum bo'lg'ay. Ha, so'zla. Quloq. Teytey canablariga ma'lum bo'lg'ayki, Qashqa yigitlarining novchilaridan biri bo'lgan Sedkongong o'zlariga 3 turpan ambulanining maktubini ilib kelibdi janoblari. Nemachi maqtab ketsin-a? Ikkilarning ko'ngillari bir xil yaqin bo'lgandan keyin hayajonlanib qolibdi-da. Apil qilg'aylar. Anglasam o bu shaharga akşam yetib ketgan-ku. To'g'ri. Akşam yetib kelgan ras. Akşam kelib, apsi bilan bir kecha mungdishibdimish. Undan keyin etka Ordalda Ko'zjavish qatorliq joylarda do'stlar bilan paranglashibdimish. Ha? Lekin ularning nimada paranglashganligi to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Deganlarim ham ras. Lekin keyinga odam sab qo'ydim. Ha. Bizi qana? Sirtda saqlab turyapti. Chaqir. Quloq. Sit! Lot kirgay! Assalomu alaykum. Titey brother. Vale. Oy! Oy gaygung brother. Qanday? Yaxshi turdingmi? Oy, seni ko'rib bakli xo'sh oldum, jonjigar do'stim. Ha, o'zimcha yaxshi turib Ha, yaxshi. Nihoyat yaxshi. Ha, rost. O'g'lasam, Ishturpanda shiriklarga mashq qilibsan. Ha. Ishturpan qori shaharlarda aslarning adibini bilibsan. Anlab senden nait hoş oldum. Gangdun brother. Yanımda Iştırpan ambulans sana ismegen ciddi mektubu vardı. Ha? Şunu sana verip koşum havalı kıl. Oy, Gangdun brother. Köp riyazet çıksa. Baldı tekellip konma. Sen bilemiş öz adam tutsa. Kilişindin hayat tapkan bolsam aldığın üzemdi çıkmam tem. Baldı. Kene, nemi hoş haberler bakın. Bir okup bakay ya. Qaraganda sen aldıra çok şeyse. Ben mangaştıray. Ki yere bir görüşen. Vay Allah Gangdun brother. Sen nimeler hep geldin ha. Bu nimi kegülük bu. Jüttüremezsen donmandı. Köydüremezsen donmandı. Hey. Brother. Sana bir şey mi oldu? Hey. Ölümnamen ey dostum. Sen üzüm elip kelsen. Menin bu yüreğimge nadamet selip ketsen. Xat bilen menin bilsen köksümge pişak battı. Kanda kılımız Gangdun acep mi beşim kattı. Hey. Ben sana idim amrak. Öldüreysini kandak. Öldürmeydi sen Gangdun. Hanım yarlığı şunda. Ey ambal, hükümdar sen. Tanrılıkta turup kanma. Hanның aldıda asi, günahka bulup kanma. Şeriklerge etler hal, mıltıqıga oksasın. Muyduğuzuga çıkıp, hayalsız jenim asın. Gangdun brother'im, sen üzerinin ölümnameni etkersen. Bunda turuluk nimancık hatırcam cevap versen ha. Sen nimi degen ah gümül, nimi degen sadda. Hey! Cinayetin demek ki. Vay tan Gangdun brother, vay tan. Gilavı katlaştı demdi o. Halkın yüzüge maylı kılıp aldı demdi o. İş kılıp ölümnameni geldik enik turuptu o brother. Gangdun brother, bu işimiz obdan oynayışaylı. Obdan oynayışaylı.
Qaravlarni ko'paytinglar. Qattiq talab qilsin. Alloh. Hey, ma kagilikni. Kırmalta yaşımda külle düşken başımda Erzimliye bayan eyle yar dost adaşımda Erzimliye bayan eyle yar dost adaşımda Na ehlile şu kemde İşçi adap halımda Töhmet dokup üstümde Her iqtidarında Töhmet dokup üstümde Her iqtidarında Sitaqın aka, hoş xabar. Xo'sh. Sirtdagi do'stlaringiz sizga kelgan bu kelishmaslikdan xabar tepib, sizga o'q otadigan chiriklarni setib olibdi. Shu xabarni sizga yetkazib qo'yishimni topilgan edi. Nima uchun? Vaqt kelganda chiriklar sizning o'lmaydigan yeringizga otadi ekan. Siz o'lgan bo'lib yetib oldi ekansiz. Undan keyin biz sizni qochirib o'tamiz. Qochirib o'tamiz? Shunda Qochirib o'tamiz. Qechib ketsiz. Meni Sidnochi o'limdan qo'rqib qechib to'lga ata qo'ymoqchiman. Do'stlarimning ko'ngli tigilib oldi. Agar mening do'stlarim mening o'lmaydigan yerimga turganga chiriklarni yallab olgan bo'lsa, men shu chiriklarni setib olay. Ular mening dal o'ladigan, dal joyiga olsin. Sitaqın aka. Bizga ortiq vaqt yo'q Sitaqın aka. Voy Gangung birodar! Voy jonjigar do'stim! O'limga vaqt qolmadi. Voy sen Gangung birodarim! Asla ma kelishmaslikni. Gangung birodar, men ko'p o'ylashdim. Asla men seni qochirib o'tay degandim. Faqat amal bo'lmadi. Bas. Xonning oldida gunohkor bo'lib qolma. Emese menden herkes rencime canım dostum. Etmem. Hoş aman bol Kaşgarlık. Cancigerler tukallah. Bugün cüme kulak sal. Söz kadrini ufukallah. Uruk tukkan cemaat. Bolunla mendin razı. Meşergat kürşemiz. Doğanda Huda kazi. Sitaqın ölüp ketdi. Tuproqqa kirib ketdi. Bu olam musibatdan yurakka xun to'lib ketdi. Sitaqın Seyit Gangung jinidan judo bo'ldi. Azizoni Qashqarning shunqori ado bo'ldi.
Abdukerim abimizning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi dastandin izinde. Qani hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizani Qashqar O'starxon! Qanisizlar? Ha, mana. bayla ve muştumzor törü beylerinin edbini verip, ulanın közüge mıh bolup qadaldı. Dört darvazının işçi ve teşidiki g'erib g'urva, yetim yesir ve ezilgen halk onu özüge aşını bildi. Onun nami her tarafga tarılıp Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldı. Tömen daryo boyida ko'zchi yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jambaz Hashim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Va jonliq ish harakatlari bilan qarxo'r amaldorlar tiriktab Xapınmay açırgın ağaç kesli boptike. Çavat yerip gelip bir çay kaynatay. Bo'ldi, qapak ustini ishqilmag'ayli. Qarab ishga berib olsa bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Keslar o'tasizlar.